Sizlarman bugun hozir ko'chaga chiqib ketdim. Do'konga o'z sumkalarimni ham olib, yana ana endi men hozir ko'chaga chiqib Big Bomb bilan o'zim xohlagan biror nima olaman. Sumkalarni olib, lay ketdi. Biz shunaqa gaplar. Rosa issiq. Yaqin joylarga borib kelaman deb qo'ydim endi. Sizlar bilan birgalikda xullas Big Bomb tayyorlaymiz. Men уже ko'p yeganman. Uzunlarlarga yangi qizil sabzi, baqlajon, bolqonskiy, kartoshka, piyozlik yedi. Hamma narsani o'z olib berishadi. Ammo Namrlarning hamma narsani o'z olib beradi-yu, lekin men o'zim magazinga chiqsam bo'lmaydi. Chunki men magazinga chiqishni rosa yaxshi ko'raman. Do'konchi qiz bo'lib ketmasam bo'ldi dedim ichimda. Xo'p, xullas, endi ketdik do'konga tez boramiz. Undan keyin bitta Big Bomb olib, men yaxshi ko'rgan bironta marojniy olamanmi bilmadim, lekin tezroq borishim kerak baribir. Bugun to'g'ri maktab. Mani dugonalarim sirkka ketishgan. Men borgim kelmadi, потому что men rosa damog'im kelyotdi. Xullas, shunaqa. Mana bu do'koncha ham rosa yaqin. Rosa endi borish, kelish issiq ko'p. Ana bu asta borib kelaman. Xullas, hozir 1 minutcha. Tak. Tez borishimiz kerak. Hamma narsani olib olganman, keyin sizga o'zim uyda. Чём бор? Assalamualaikum. Mana mana. G'arbatmi? Kim? Almashiqqa xizmat qilmadimi? Yana qoldirib ketdi. Ha? Yana qoldirib ketdi. Nima? Nossa, Izama. Так, xullas. Ana tez uyga borish kerak. Потому что uyda buvim bilan dadam o'tiradi. Shuning uchun tez borishim kerak. Of, shunaqa issiqda yurish qiyinki, вообще do'stlar, вообще. Что это такое, deysizlar-yu? Xuddi shunday. Что это такое? Xo'p,